Butun jahonda bo'lib turgan 11 aksiya endi Yandex Marketda ham boshlandi. Mana shu sushilka atiga 89 ming va men juda ham ko'p narsalar xarid qildim. Tweet apparat qishda eng kerakli bo'ladigan narsa ekan va qoshim uchun fiksatsiya qilgani, ya'ni laminatsiya qilgani mana shunaqa naboram oldim. Kiyimni tozalaydigan mana bu apparatga lekin vashi gap yo'q qizlar. Sizlar ham bitta uylarga olib qo'yishlang kerak. Chegirmadan quruq qolmasligi uchun taksi chaqiradigan Yandex Go ilosiga kirib, market bo'limiga kirib olsalang, mana shu yerda 11 aksiyadagi tovarlarda ro'yxati kelib chiqadi. Ustiga bosib kirib olasiz va siz istalgan narsani olishingiz mumkin. Juda ham katta aksiyada 13-noyabrdan 17-noyabrgacha dostavkasi ham mutlaqo bepul. Men mana shu sushilkadan oldim. Savatchaga o'tkazib olamiz va keyingi tovarim Tweet apparat. Tweet apparati ham turlari juda ham ko'p, narxi va sifati hammasi o'ziga yarasha. Men esa mana shu 37% chegirmalini savatchaga o'tkazib oldim. Siz esa istalgan narsangizni xarid qilishingiz mumkin. 150 mingdan boshlangan birinchi xarid uchun promokodim -55 ming chegirma qilib, dostavkasi mutlaqo bepul bo'ladi qizlar. Qosh uchun fiksatorlarning ham turlari juda ham ko'p ekan. Siz esa istalgan kosmetikangizni yoki istalgan narsangizni olishingiz mumkin. Buni ham savatchaga o'tkazib olsak, mana 160 ming so'm bo'ldi. Promokod degan joyga bir baxtib katta bosma harflarda yozib, to'g'ridagi strelkani bossalang, promokod faollashib 104 ming 633 so'm. Qarabsizki, sushilka 57 ming, apparat 37 ming, qosh kelsa 9 mingga aylandi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin va siz istagan punktdan dostavkasi mutlaqo bepul olib ketsangiz bo'ladi. Promokodimni ishlatishni unutmang.